Zor mag'lubiyat. Avtori Zbigniew Brzezinski. 20 asrdagi kommunizmning gullanishi va halokati. 11-bab rayonlik ma'lumotchilikning ko'rilishi. 2-qism. Ruminiya yana osonlik millatlarni xohlagancha bostirdi. Bo'libmi Ruminiya Transilvaniya rayonida o'ltirishliq necha million vengriyaliklarni bostirdi. Bir qatimliq qabiy harakatda Chesesko Transilvaniya vengerlari o'ltiraqlashgan necha minglagan qishloqlarni majburiy holda bir qism o'lchamlik yezi egilik shahar bozorlariga qo'shibdi. Sababi mushundaq qilganda ularning hammasini muddatdan burun kommunizm bosqichiga kirgizgili bo'ladi deb qardi. Bu qatimliq majburiy ko'chirish nurg'unlagan Transilvaniya vengerlarini Vengriyaga qechib ketishga majburladi. Bu tabiiyla Budapestning kuchlik noroziligini qo'zg'adi. Ikkili kompartiya hokimiyati an'anaviy millatchilikdan foydalanib, ommaning qo'llashiga erishmoqchi bo'ldi. Oqibat ikki davlat munosabati tezlikda yomonlashdi. Darvaqa 80-yillarning o'ttirlarida marksizm, leninizmning internasionalizmi Sharqiy Yevropada allaqachon halok bo'ldi. An'anaviy millatchilik ustunlikni egalladi. Masalan, Bolgariyaliklar oshkor holda shovinizmni qo'llab, turk qatorliq osonliq millatlarga ziyonkashlik qildi. Polshaliklar va Sharqiy Germaniyaliklarning dengiz tavallik majrosi haqida oshkor munozir qildi. Uzundan buyanqi Transilvaniya masalasida vengriyaliklar va ruminiyaliklar o'zaro ayblashdi. Chexlar va Slovakiyaliklarning davlat ichida taraqqiyotidagi iqtisodiy boyligini muvofiq taqsimlash masalasidagi jidali to'xtamadi. Faqat Rossiyaliklar to'g'risida to'xtalganda Polshaliklar, Chexoslovakiyaliklar, Vengriyaliklar va Ruminiyaliklar ondan o'rtaq ko'z qarashda bo'ladi. Lekin Sharqiy Yevropada yanala oshkora normal siyosiy turmush, kamchil, podshodan sirt o'xshamagan siyosiy ko'z qarash yanala nisbatan kichik tashkilotlar ichida qaralsiz tarqalib turayotgan maxfiy matbuotlarda hamda ba'zi yuz bergan qarshilik harakatlarda cheklanib qoldi. Lekin siyosiy turmushning tuyuqsiz asliga kelish mumkinchiligi ko'rinarlik yuqoriladi. Siyosiy turmush Gorbachevning oshkor harakatlarida ideologiyadagi qonunliq o'ringa erishdi. Ham Polshada yuz berayotgan ishlardan izchil rag'batga erishdi. Birli vaqtda yangi tarqitish vositasi hamda g'arb bilan kunsir ishiyotgan uchrashish siyosiy turmushga foydali sharoit ta'min etdi. Iqtisodiy ehtiyojni chiqish qilib, kommunistik partiya hokimiyati g'arb bilan aloqa qildigan reallikni qabul qilishga majbur bo'ldi. Yiroq bo'lmagan kelgusining ma'lum bir paytida nisbatan cho'nqur bo'lgan ma'lum iqtisodiy yoki siyosiy ma'lumotchilik sababidan siyosiy ko'p partiyalik tuzumdagi demokratiyani yo'lga qo'yishni talab qilishdagi haqiqiy jamiyat orzusini ifodalash shakli bo'lish sifati bilan cho'qim siyosiy Sharqiy Yevropaning siyosiy turmushi qaytib keladi. Bu nuqtaning shak shubsiz ekanligini jazmlashtirishga bo'ladi. Jamiyatga qarta qasdan siyosiy aqti qilish o'ziga qarashliq davlatlardagi Sovet ittifoqi andisini paydinpay yo'q qilishga elib bordi. Vengriyaning siyosiy turmushining asliga kelish jihatda ko'lam va sijillik darajasida Polshaning o'zini ozod qilish harakatchanligi bo'lmasimi, ammo bosgan qadami eng cho'ng edi. Siyosiy turmush Donay daryosida to'lqinlashga boshladi. 1987-yili Vengriyada siyosiy o'qituvchilarning mavjudligi allaqachon reallikka aylandi.
Ularning Budapestda oshkor yig'ilish, hatto namoyish faoliyatlarini qilishiga yetarlik ishonchisi bor. O'qituvchilar bir rasmiy munozara qilib, hamda o'zlarining hukumat bilan oshkor suhbatlashish talabini ifodalaydigan bo'ldi. Maxfiy nashr buyumlarimi tez suratda ko'payishga boshladi. Hattoki Kompartiya hokimiyatining yuqori qatlam amaldorlari ichida darvaqa ba'zilar siyosiy o'qituvchilarga rasmiy qonunliq o'rin berishni o'ttirg'i qo'ydi. Vengriya hokimiyati qanot ostiga olgan tashkilot Vatanparvar xalq frontining rahbari Emre Pozigay nurg'un kishilar Vengriyadagi ideyasi eng ochiq yuqori darajalik rahbar deb qaraydi. Allaqachon xeyli yiroq mengib bo'lgan edi. O 1987-yil oxirida navbatdagi bir partiya tuzimining cho'qim o'tkinchi o'rinlashtirish deb qaralishi kerakligidan bishorat berdi. Siyosidan elib aytganda, Vengriyaning taraqqiyot yuzlanishidagi bir muhim tarafda Polsha bilan o'xshamaydi. Vengriya siyosiy islohotning nurg'un asli harakatlantirgich kuchi hokimiyat yurgizayotgan partiya ichidagi bir qism dono rahbarlardan kelgan. Davlat ichidagi kunsir yetim qilayotgan Polsha rahbarlariga selishtirganda, Vengriya rahbarlari texmi tajribalik, siyosiy jihatda o'ziga texmi ishonadigan bo'lib, allaqachon aktiv harakat qilishni boshlab, varislik qilishga tayyorlandi. Ular hozirgi hokimiyatni cho'qib o'zgartib, tashkillash kerakligini, ma'lum ko'p qirliq siyosiy shakldan saqlang'il bo'lmaydiganligini, partiyaning rahbarlik roliga cho'qim boshqadan cheklim qo'yish kerakligini oshkor e'tirof qilishni xohlaydi. Ular kadrning kunlarining sanoqliqli qolganligini his qilib yetdi hamda faol harakatga kelib, uning izbosarini bekitdi. Ular orasidagi oshkor talashish faqat tuvan qatlamdagi jamiyatning besimi bilan giralishib qolmay, yana siyosiy so'zlashishning qaytadan ko'rilishini ilgari surdi. Lekin bundaq so'zlashish endi faqat partiya yuqori qatlam rahbarlari orasidala cheklanib qolmaydi. Şoňa Vengriya va Polshaning o'xshamaydigan tarafi siyosiy islohot revizionizmining ideya iqimining ta'siri ostida yuqoridan tövanga qarab bir muhim jarayonni siljitdi. Bu davlatning kompartiya hokimiyati ondan qo'l silish usuli orqali kunsir eshivatgan texmi ko'p asosiy islohot qilishni talab qiladigan jamiyat besimiga taqobil turishni qaror qildi. Hamda 1988-yili 5-oyda hal qilg'uch harakat qo'llanib, ruhini qayta urg'utdi. Bu orqali yanama ilgirlab, islohot qilish qadami va yo'nalishini qattiq kontrol qildi. Partiya rahbarlari muvaffaqiyatli holda Karoli Grozisni Janos Kadarning o'rniga almashtirdi. Karoli Grozis yosh, qovul, zehniy kuchi urg'ib turgan rahbar. U ilgari ideologiya jihatda mutassib qarashda ching turib kelgan. Bu partiya a'zolariga nisbatan bir xil kapolat, ya'ni islohot amalba kontrollikni yo'qotmaydi. Uningga nisbatan yoshligi texmi urg'ib turgan zehniy kuchi va yangilik yaratish ro'yidan derak berdi. Texmi muhim bo'lgani siyosiy byuro birla vaqtda elib borgan cho'ng qayta tashkillashda islohot yo'lini qo'llaydiganlar kishilarni ko'p sonliqqa erishtirdi. Pozigay partiyaning eng oliy organida belgilik o'ringa ega bo'ldi. Bu ishning ahamiyati zo'r. Nurg'un kishilar uni oxiri haqiqiy texmi demokratiyalashgan Vengriyaning doisiga aylanadi deb qardi. Ammo davlat kontrol qilayotgan iqtisod, bozor iqtisodiga o'tish jarayonida muqarrar ko'riladigan ichki iqtisodiy qiyinchilik va ko'p qirliq siyosatning talabi o'zaro ta'sir qilishganda yangi rahbarlik qatlami ondan hayot-mamotlik sinoqqa duch keladi. U chaqda haqiqiy ko'p partiyalik tuzumni amalga oshirish talabi bilan partiya amaldorlarining,
ya'ni hatto partiya ichidagi islohotchilarni o'z ichiga elishi mumkin. O'z huquqini saqlab qolish orzusi bilan yuzma-yuz to'qinish yuz berdi. Budapestda ko'p partiya tuzumini yo'lga qo'yishni oshkor talab qilish sadosi kun sari kuchaydi. Şoňa Polşa jamiyatining o'z-o'zini azod qilish harakatiga selishtirganda Vengriya xalqining harakati texmi zil, kaskinlik darajasi sal tövan, lekin Vengriya xalqi Leninizm ideyasining tinch yo'qolishini eng avval beshdan o'tkazishi mumkin. Ammo Leninizm tinch yo'qolamdi yo'q, hozircha hukm qilg'il bo'lmaydi. Gerçi Çexoslovakiya va Rumuniyada saqchilarning kontrol qilishi texmi qattiq bo'lsa-mu, kishilar burunqidaklar hamma yerda norozilik bildirdi. 1988-yilning beshida Rumuniyada cho'ng ko'lamlik ishchilar isyon ko'tarishi voqeasi yuz berdi. Çexoslovakiyada 1968-yildan buyon siyosiyda o'lim jazosiga hukm qilingan Dobchik 1988-yil 1-oyda İtaliya Kompartiyasining zuvani bo'lgan İttifoq gezitining ziyoratida gapni yoshirib o'ltirmay sukutni buzdi. Dobchik o'zi 1968 yili yo'lga qo'ygan siyosat bilan Gorbachev navbatda ilgari surayotgan siyosatni aniq selishtirdi. U Sovet ittifoqining mudoxilasini tanqidlab qolmay, yana Sovet ittifoqi yo'lagan o'zining varislari yo'lga qo'yayotgan dogmachilikning qatmal siyosatini mo tanqid qildi. Gerçi Praga hökuməti onun nuqtai nazarlarga radiya bergan bo'lsa-mu, ammo buning bilan bir vaqtda Yaponiya Kompartiyasining zuvani Qizil bayroq gazetida ko'rilgan obzorda hamda Gorbachevning islohotini qo'llaydigan Sovet ittifoqi akademiyasining bir akademikining obzorida yanala hokimiyat yurgizayotgan Chexoslovakiya Kompartiyasi rahbarlarini tashvishga silib, Sovet ittifoqining Chexoslovakiyaga bo'lgan mudoxalasining haqiqatan bir xatolik ekanligini muayyanlashtirdi. Buningdan sirt Dobchik dadillik bilan oshkor so'rinda o'zining Praga bahorining nishonida ching turdiganligini bildirdi. Bu oddiy bir haqiqat Chexoslovakiyaning uzun o'tmay bir maydon siyosidagi qayta tirilishini boshdan kechirdiganligini ifodalab berdi. Erkin Yevropa radio stansiyasi g'arbga sayohatga borgan Sharqiy Yevropaliklarning el rayini sinab, Sharqiy Yevropada siyosiy turmushning asliga kelishi cho'ng yuzlanish ekanligidan bishorat berdi. Gerçi bu xil el rayini sinash hukumat tasdiqlagan hamda davlatiga qaytib ketishni planlagan sayohatchilar ichida elib berilgan bo'lsa-mu, lekin natijasi birdak bo'lib, Kompartiyani sodiqlik bilan himoya qilguvchilarning ko'p bo'lganda 15% ni egallaydiganligi ifodalandi. Bu nisbat polshaliklarda sal tövan, Bolgariyaliklarninkidan sal yuqori. El rayini sinash qatnashganlarning ko'p sondagisi sotsial demokratizm, xristian demokratizmni yoki erkinlikka yuzlangan g'arbiy Yevropacha siyosiy partiyaning maydonini qo'llaydiganligini jakarladi. Ammo 70-yillarning oxiriga kelganda sotsial demokratizm yanala xeyli kuchli jalb qilish kuchi bor edi. Ammo 80-yillarning o'ttirig'iga kelganda erkin bozor egilikining jalb qilish kuchi birdilla eshib ketdi. Texmi ko'p kishilar erkin bozor egilikini sotsializmdan texmi muvaffaqiyatli deb qaradi. Chunki kishilarda ma'lum shakldagi konservativ erkinlik qiziqish paydo bo'ldi. El rayini sinashlar yana ommaviy tashviqotning inqilobning siyosiy pozitsiyasiga bo'lgan g'oyat zo'r ta'sirini isbotlab berdi. Kompartiyaning xabar vositasi Erkin Yevropa radio stansiyasi bilan raqobatlashishdan sirt yana sin olg'a orqali ko'p miqdorda qo'yilgan tasdiqdan o'tmagan kino, siyosiy munozara va o'xshamagan siyosiy ko'z qarashdagilarning nutqlari bilan kurash qilish kerak.
Şərqi Avropada sin alğının tezlikdə umumlaşışıға əgişib, gerçi hökumət məlum kontrolluqni küçünün barca icra qılğan bolsunmu, Kompartiyaның dövlət içidəki təşviqat quralının ənəvi kontrolluqi barğansır boşaşqı başladı. Erkin Avropa radio stansının 1988-ci 1 ayının 20-ci günüdəki Erkin Sımsız Doklad programmasının mölçərcə 1988 yılının 5-ə qədər Polşada təxminən 1 milyon, Vengriyada 300 min, Çexoslovakiyada 150 min sin alğı bulub, izcil qattiq kontrol qılınıyatqan Bulgariyadımı 50 min dana bolğan. Gerçi ilgirlash yo'li agir to'qqay bo'lsa-mu, lekin bundaq siyosiy turmushning bara-bara asliga kelishi bo'lsa, tarixning bo'libmi madaniyat xosligiga ega O'rta Yevropa, ya'ni Sharqiy Yevropa emas. Eni bilan zich bog'lanishliq. Chexoslovakiyada haqiqiy siyosiy turmushning kontrolliqqa uchirishi Polsha, hatto Vengriyadami eg'ir. Şundaqdımı Çexoslovakiyada rayon madaniyati alayidligini ta'kidlashimi texmi bevosita bo'lgan siyosiy hokim mutlaqlikning o'rnini oldi. Diqqat qilishga arziydigini Dobchik ziyorat jarayonida tuzli qilib aytib, Yevropani tilga olganda men g'arb va sharq degan ikki so'zni ishlatmayman. Bu hargiz tasodifiylik emas. Çexoslovakiya coğrafiyalik o'rni, örf-odati va sarguzashtlariga asosan O'rta Yevropaga tava dedi. Bundan sırt O'rta Yevropa rayonluq alayidlikka ega tarixiy o'z-o'zini ayirishi, ya'ni bo'libmi Chexoslovakiyaliklar, Vengriyaliklar va Polshaliklarning o'z-o'zini ayirishi Sovet ittifoqi o'ttirg'i qo'ygan sotsialistik davlatlar. Sotsialistik madaniyatdan o'rtaq bahramon bo'lish huquqini inkor qilganligini o'z ichiga oladi. Necha 10 yildan buyon Kreml saroyi barliq kuchi bilan Moskvani markaz qilgan madaniyat o'rtaq gavdasi huquqini izchil singdirib kelgan. Shunga bu xil o'z-o'zini ayirishning ahamiyatiga sal qarashqa bo'lmaydi. Moskvaning madaniyat radiatsiya markazi bo'lishni inkor qilgandan sirt, boshqa bir aktiv mazmunmi O'rta Yevropa huquqini hayotiy kuchga ega qiladi. Ya'ni O'rta Yevropa huquqi rayonliq ma'nini o'z ichiga oladi. Bu xil huquq texmo keng doiralik madaniyat jamiyatining paydo bo'lishidan derak berdi. Bu kishiga ixtiyorsiz qadimki Avstriya, Vengriya imperiyasini va 19-asrdagi O'rta Yevropa madaniyat huquqini asqi soladi. Bu huquq mundaq ma'niga ega. Ya'ni Yevropa aniq ayrg'ili bo'ladigan ikki amaliy gavdaning birikmasi emas. Biri G'arbiy Yevropa, biri Sharqiy Yevropa. Onun ustiga har qaysisi o'z oldiga Yevropadan halqigan kuchga tayinadi. Ya'ni madaniyat tarixining o'rtaq gavdasi, sarguzashtisi, qimmat qarshi va madaniyat o'zaro navbatlashib turdi. Ham farqlanib turdi. Bundaq ko'z qarashning shakllanishi mundaq bir xil farazni o'z ichiga oladi. Ya'ni kelgusidagi Yevropa, G'arbiy Yevropa tabiiy holda yoki organik holda avtonomiyalik, hattoki betaraf O'rta Yevropa bilan aloqa qiladi. Aksicha o'z xosligiga ega O'rta Yevropa aslida haqiqiy Sharqiy Yevropa bilan aloqasini saqlab tura oladi. Hamda G'arbiy Yevropa bilan Sharqiy Yevropaning munosabatidan eshib ketadi. Haqiqiy Sharqiy Yevropaning ko'ztidigini Baltiq dengiz qirg'oqi davlatlari, Ukraina hamda Rossiyaning Yevropa qismi. Shunga bu xil madaniyat taraqqiyot yuzlanishining tarixiy ahamiyati inqilobidir. Sharqiy Yevropa yoki O'rta Yevropadagi har qaysi davlatlarda bu xil madaniyat yuzlanishi haqiqiy davlat ichi siyosiy turmushining paydin-pay asliga kelishi bilan birlashib ketgan.
hozirgi ikki cho'ng guruhga bo'linib ketgan Yevropaning endi qayta mavjud bo'lmaydiganligidan, shuning bilan texmo aqlga muvofiq Sharqiy Yevropa tuzumining qaytadan paydo bo'ladiganligidan bishorat berdi. Lekin bu xil tuzumning asosi bo'lsa, sirtning zo'rlab tangan ta'limoti emas, balki yerlik an'anadir. Shunga o'zini Sharqiy Yevropaga emas, balki O'rta Yevropaga tavallikini qayta his qilgan rayon sirtning ta'limotini yaklaydi. Shuning bilan yer sharida eng oxirgi mavjud bo'lib turgan ko'p millatlik imperiyaning eng oxiri parchalanadiganligining boshlanish nuqtasi bo'lib qoldi. Davomi bor.